1800-yilga tushib qoldingiz cho'ntagingizda telefon bilan. Xo'sh, asosiy maqsad yoqib yuborilmaslik. Birinchi qoida telefonni chiqarmang, umuman cho'ntagingizda tursin. Agar chiqarib bo'lgan bo'lsangiz, mayli, endi kamida ishqilib qorong'ida chiqargan bo'lmang, chunki kechasi bu yerda faqat sham bor. Sizning qo'lingizda bo'lsa, o'zi yonadigan narsa. Ular sizni jo'vdigar deydi va ertasi kuni yoqib yuborishadi. Ovoz chiqarmang. Yaxshi, siz chiqarmoqchi emassiz, lekin o'zi chiqadi. Kimdir qo'ng'iroq qilib qoladi. Hamma orqaga qaraydi. Siz bo'lsa hozir deb cho'ntagingizni tikdilaysiz. Bu tashqaridan yanada yomonroq ko'rinadi. Ichida kim bor deb so'rashsa, to'g'ri javob hech kim. Agar bu do'stim Toshkentdan telefon qilyapti deb yorsangiz, bir og'iz so'z bilan vaziyatni 2 baravar og'irlashtirasiz. Endi ular ikkita savol so'rashi mumkin. Qanaqa do'st va qayerdagi Toshkent? Juda muhim narsa, rasmga olmang. Spishka ishlab qoladi, 1 soniyada butun yorishadi va o'chadi. Bundan keyin hech qanday tushuntirish ishlamaydi. Olgan rasmingizni ham ko'rsatmang, chunki rasmda ular o'zini ko'rib qoladi, ichkarida, qamalgan holda. Ular buni shunaqa tushunadi, chunki boshqacha tushunishi uchun sababi yo'q. Shu payt siz "Yo, bu shunchaki qum va elektr" deysiz, to'g'ri javob. Faqat tushuntira olmaysiz, chunki o'zingizdan bilmaysiz qanaqa telefon yasalgan. Va iltimos, aslida Samsung, iPhone yaxshiroq deb yurmang. Bu yerda bu narsalar o'ylab topilmagan. Bu yerda faqat siz bor, qo'lingizda shisha bor va 30 ta odam bor. Ular sizga qarab turibdi va sizni javobingizni kutyapti. Yaxshi yangilik, 2 kundan keyin batareya o'tiradi, telefon o'chadi. Qo'lingizda oddiy qora shisha qoladi. Foydasi g'isht bilan почти birga bir bo'lib qoladi. Yomon yangilik, siz bu narsalarni gapirib tushuntirguningizcha ular allaqachon qaror qabul qilib bo'lgan bo'ladi va sizni sekin olib chiqib ketishadi.